odamni xo'rlashga kirib qoladi. Tushunyapsizmi? Andijondan mana Perivalga yetib kelgunimizcha hech qaysi gay bayrog'imizni gapirmadi. Qani, xudo xolasa shu Perivaldan postdan o'tayotib, gay xodimlarni ko'ramiz. Bayrog'imizni oldirarmikin, oldirmaydimikin? Ana kiryapmiz post ichiga. Gay xodimlar to'stini ketyapmiz. Buni teng beradi. Qayman? Avlat aqachet o'tkazsangiz ko'tarib oladi. Endi O'zbekiston hukumat bunaqa qilib yurishadi. Mumkin emasmi? Aka bitta savolda. Boshqa narsada boshqa tomonlara aloqasiga kirib ketadi. Lekin hali boshqa davlat bayrog'i emas, o'zimiz bayrog'imiz. Buni qayerlarda o'rnatish tartiblari bor-da. Qayerlarda chempion bo'lsa, shunda ko'tarishingizni kuchlanadi. Inshaalloh lekin u hukumat binolarida o'rnatiladi. Xohlagan odamni xo'rlashga kirib qoladi. Tushunyapsizmi? Do'stlar, Perivalga chiqishda birinchi postda gay xodimlari yurtimizni bayrog'ini oldirib yubordi. Eshitishinglar mumkin. Xudo xolasa endi Perivaldan tushib, yana yurtimizni bayrog'ini qo'yib olamiz.